Aziz hamkasblar, Navbahor hamda OKMK jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanini davom ettiramiz. Bizda ikkinchi qism Navbahor jamoasi bosh murabbiyi Timur Tohirovich Kapadze ishtirok etadilar. Timur aka, bugungi o'yin xususida gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Albatta, birinchi navbatda OKMK jamoani g'alaba bilan tabriklayman. Qiyin uchrashuv bo'ldi albatta. Havoni olgan taqdirda bilardik qiyin bo'lishini. Lekin yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. O'ylaymanki, albatta g'alabani qo'ldan boy berdik. Umuman olganda yaxshi harakat qilishdi bolalar. Albatta xatolar ham bo'ldi va OKMK bundan unumli foydalandi. Alamli mag'lubiyat bo'ldi, chunki menimcha bu o'yinda kamida durang bo'lish kerak edi. Oxirida biz uriladigan joyda ular urib ketdi. Futbol, buni tushunib turibmiz. Futbolda bo'ladigan narsa. Umuman olganda albatta xafamiz, chunki baribir maydonda futbolchilar borini berishdi. Lekin ayrim situatsiyalarda albatta yaxshiroq o'ynashimiz kerak edi. Umuman olganda albatta muxlislarga ham rahmat aytaman. Issiq bo'lishiga qaramasdan kelishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Albatta uzr so'raymiz. O'ylaymanki, keyingi uchrashuvlarda albatta g'alaba qozonib, ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Bunga kuchimiz ham, imkoniyatimiz ham yetadi. Bundan ishonaman. Bugungi o'yinda ham albatta futbolda bo'ladigan narsa, hammalaring guvoh bo'ldilaring. Albatta ikkala jamoa ham kurashdi maydonda. Bizda ham imkoniyatlar bo'ldi, ularda ham imkoniyatlar bo'ldi. Afsus, futbolda shunaqa bo'lib turadi. Biz albatta to'g'ri xulosa chiqaramiz bu o'yindan va keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'ramiz. Savollar bormi? Endi albatta yangi transferlar keladigan bo'lsa, albatta bugun yordam qilishmadi, chunki ayrim sabablar bor. Nasib bo'lsa, albatta keyingi uchrashuvlarda kimdir yordamlashadi. Abdullada ozgina kichkina jarohati bor, tiklanyapti. Hammasi joyida. Jassi endi qo'shildi va Ko'jida ham ozgina transferni kichkina muammosi bor. Ya'ni muammo deganda ozgina vaqt kerak, erta-indin hal bo'lishi kerak. Shuning uchun muammo yo'q. Komandamiz yaxshi shakllangan. Albatta anchadan beri chempionat pauza bo'ldi va albatta ko'rinib turibdi, qayerdadir tonus tarafdan, qayerdadir o'yindan o'yinga kuchayib boramiz. Bu muammo yo'q. Albatta ketishdan oldin borib yigitlarga ham, murabbiy shtabiga ham omad tilashga bordim. O'sha oxirgi mashg'ulotiga shu boshi kanavari bilan ham xuddi shunaqa omad tiladim. Bolalarga ham har birlariga omad tilab, o'zlariga ishonch bilan harakat qilishlarini tiladim. Tabii aka. Assalomu alaykum. Katta pauzadan keyin bugun futbolni ko'rdik. Juda ham hujumkor, shakchak. Xatolarni soni juda ham ko'proq ko'rdim. O'sha individual va pozitsion normali holatda ko'raman. Lekin bitta narsa bor, statistikaga e'tibor qarasak, Mirjalol akani bilaman, siz futbol sifatida juda ham hurmat qilasiz. Hammamiz hurmat qilamiz. Lekin uchrashuv bo'ladi, o'zaro uchrashuvlar. Navbatdagi mag'lubiyat, o'sha qanaqadir ortiqcha hurmat bor. Yoki bu shunchaki, chunki bugun o'sha 3 ta natija qayd etilishi mumkin edi. 6-6 ga hisob приблизительно, lekin yana anaqa Mirjalolga g'alaba imkon bor. Albatta hurmat, albatta har doim Mirjalol akani hurmat qilamiz. Ustoz sifatida, aka sifatida omad tilaymiz. Endi futbolda o'ylaymanki, unaqa narsa yo'q. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Albatta unday oldingi statistika bu Olimpik bilan bo'lgan, yoshlar bilan bo'lgan. Bugun ham qayerdadir OKMKga albatta harakatlari ham omad ham kulib boqdi desa ham bo'ladi. Va biz ham menimcha ayrim situatsiyalarda xatoga yo'l qo'ydik. Yaxshiroq o'ynaydigan situatsiyalarimiz bo'ldi. Shuning uchun bu albatta statistika qachondir joyiga tushadi, muammo yo'q. Men uchun albatta mag'lubiyat hech qachon yoqimli emas, lekin biz bitta birinchi o'yin o'ylaymanki hali o'yinlarimiz ko'p, ikkinchi davra oldimizda turibdi. O'yindan o'yinga yana ham kuchli bo'lamiz, chunki
yangi o'yinchilar yana kirishib ketadi. Umuman olganda agar o'yinda oladigan bo'lsa, albatta xatolar ham o'ylaymanki o'sha anchadan beri tonus bo'lmagani va albatta havo durumi ham o'z rolini o'ynadi, chunki charchoq o'zi zahir zaminalar ham o'zi вынужденный bo'ldi. Hammasi futbolchilar o'zi so'radi, kimdadir уже sudorga, kimdadir qanaqadir jarohat. O'shaning uchun mayli, hech muammo yo'q. O'shaning uchun statistika to'g'ri, lekin o'ylaymanki buni joyiga qo'yamiz nasib bo'lsa. Hali o'yinimiz bor. Albatta bitta narsani ham esdan chiqarmasimiz kerak. Biz deyarli birinchi davra neytralniy zonada o'ynadik. Uyda o'ynaganimiz yo'q. Agar bugungi o'yin uyda bo'lganda, menimcha boshqa bo'lish ehtimoli kattaroq edi. Albatta muxlislarimiz, bosimi, hamma narsa albatta raqib jamoaga ham qiyin bo'lardi. Lekin biz endi neytralniy zonada har bir jamoa uchun va biz uchun ham bu neytralniy zona, lekin unga qaramasdan menimcha birinchi davrada kerakli ochkolarni qo'lga kiritdik va albatta yutadigan o'yinlarda ham afsus qayerdadir xato qildik, mag'lub bo'ldik, qayerdadir necha o'ynadik, ochko yo'qotdik, lekin uyga qaytgandan keyin o'ylaymanki hammasi joyiga tushishi kerak. Bugun Navbahor va Paxtakor tarixiy minglab uchrashuvlarni o'tkazdi O'zbekiston chempionati tarixidagi. To'g'ri, masalan, futbolda omaddan ko'ra mehnat va mahorat yuqoriroq turadi, lekin bugun qandaydir bir omadsiz bo'lganda, chunki masalan Paxtakor ham o'z uyida durang o'ynadi, Navbahor bugun yutqazib qolaversa, omadsizlik deganim yana bir sababi bugun mana avtobuslar buzilib qolgan ekan, kichik detallar-ku. Bunga qanaqa qaraysiz? Futbolda albatta qanaqadir detallar baribir ruhiyatga rol o'ynaydi. Albatta avtobus buzilishi bu ham albatta unaqa katta ta'sir qildi deb o'ylayman. Albatta bolalar ham biz ham to'g'ri tushundik. Endi bo'lib turadigan narsa, albatta yoqimsiz bo'ldi. Qolib ketdik, issiqda yana kutdik. Bor qanaqadir jarayonlar. Lekin futbol kecha menimcha Neftchi ham uyda o'ynagani uchun menimcha o'sha o'yinda olib chiqdi, baribir kuch topa oldi. Buxoroga qarshi yutqazayotgan joyda olib chiqib ketdi. Har bir jamoa kurashadi, ko'rinib turibdi. Oson o'yinlar yo'q. Oldimizda albatta alamli, o'ylaymanki bugun bolalar ko'piga loyiq edi. Lekin futbolda bo'lib turadigan narsa, men buni to'g'ri tushunaman. Albatta ayrim muxlislar albatta buni boshqa fikrlashi mumkin, boshqa qarashi mumkin. Lekin men o'zim ham futbolchi bo'lganman, bunaqa situatsiyalarni ko'p ko'rganman. Murabbiy sifatida ham o'ylaymanki hammasi joyiga tushadi. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak, to'g'ri analiz qilishimiz kerak. Xatolarni ko'rdik va yaxshi taraflarini ham ko'rdik. Buning ustidan ishlaymiz. Muammo yo'q. Timur aka, Jahon chempionati haqida hozir ko'ramiz. Finalga Ispaniya bilan Argentina chiqdi. Adashmasam, siz Ispaniyani astoydil kuzatasiz, Ispaniya futbolini yaxshi ko'rasiz. Bugungi ikkinchi gol haqida Ispaniya bilan Fransiya ikkinchi golni urdi-ku, 2 daqiqa davomida to'plar mo'lma qilib, keyin o'sha qarshi hujum yo'lda qanaqani chiqdi. Pressingdan bugun o'sha sizlarning ikkinchi gollar adi-vadi qo'shib desa ham bo'ladi. O'sha ta'siri qanaqa o'sha ispan futbolida sizni futbolingizga? Unaqa Ispaniyaga qarab bir narsa qilganimiz yo'q. Albatta kuzatyapmiz har bir o'yinlarda iloji bo'lsa ko'ryapmiz. Albatta ayrim o'yinlar kechasi bo'lyapti, iloji yo'q, lekin umuman olganda albatta yaxshi qiziqarli o'yinlar bo'lyapti. Albatta Fransiya favoritdek ko'rindi, lekin Ispaniya yaxshi tayyorgarlik ko'rdi. Deyarli Fransiyani ojiz qoldirdi har bir nuqtada. Albatta ko'rdik. Menimcha ko'rganingizdek kuchli jamoa, yaxshi o'yinchilar jamlangan Fransiya agar yaxshi strategiya o'yinga qo'yilsa, to'g'ri taktika qilsa, yutsa bo'ladi. Buni Ispaniya namoyish qildi. Va bekordan bekor eng kam gol o'tkazgan jamoa emas. O'ylaymanki balans bor, yaxshi joylari bor, oladigan ham, ko'radigan ham. Va albatta Argentina endi tajriba orqali har bir o'yinda g'alaba qozonib, chunki
yarim final, polfinallarda, finallarda yutadigan birinchi marta o'ynaydigan jamoa va tajriba tarafdan o'ylaymanki Angliyani o'tib ketdi va finalga chiqdi. Menimcha ikkalami haqli jamoalar finalda. Ikkalasiga omad tilaymiz. Biz endi qanaqadir fanat bo'lib qaramayapmiz. Просто professional darajasida o'sha o'yinlarni kuzatib kerakli narsalarni o'zimiz uchun o'rganyapmiz. Lekin ikkinchi golchi bor. Yo, albatta, yo. Endi u Ispaniyaga xos. Menimcha ular bu tarafdan albatta kuchli shakllangan jamoa, to'p bilan yaxshi muomala qilishadi. Ha, yo, albatta, yo. Bugungi o'yin aytyapman-ku, yaxshi momentlar ham bo'ldi va albatta alamli, yaxshi situatsiyalar, yaxshi o'yin epizodlar bo'ldi. Lekin oxir oqibatda futbol, o'shaning uchun yaxshi joylarni qoldiramiz, xatolarimiz ustida ishlaymiz. Oxirgi savol. Men ham savol jahon chempionati haqida edi. Savol Mirjalol Qosimovga ham berdim. Siz ham masalan o'zbek futbolining afsonalaridan birisiz. Qolaversa jahon chempionatiga chiqishida ham hissangiz bor. Endi ko'p jamoalarda ko'rdik, o'sha o'zini afsonalari o'sha veb-lojalarda o'tirdi, translyatsiyalarda ko'rdik. Sizga ham qanaqa taklif bo'lmadimi Ufadan yoki o'zingizda istak bo'lmadimi tomosha qilish baribir? Ya, albatta har bir menimcha har bir vatandosh kabi biz ham o'sha yerda bo'lib bo'lgimiz keldi. Yo'q emas, nima O'zbekiston o'ynasa nima biz bormaymiz. Albatta imkoniyat bo'lmadi. Albatta siz aytgandek Mirjalol Qosimov yana boshqa o'sha futbolimizga xizmat qilgan o'yinchilar bor yoki mutaxassislar bor. Albatta ular ham o'sha yerga borib o'sha vip-lojada o'ynab o'tirganda menimcha zo'r bo'lardi. Buni albatta federatsiya menimcha o'ylaganda zo'r bo'lardi. Balkim o'ylagandi, bilmadim, lekin u nima dedi Mirjalol aka, chaqirishmaganmi? Ish bilan ishda ko'proq ko'rdingiz. Da, biz ham bor deydi, komanda bilan dedik. Albatta unaqa prям taklif ham bo'lmadi. Borib kelasizlar degan narsa ham bo'lmadi. O'shaning uchun biz mayli dedik, sizlar kabi mana shu yerdan xususiy qildik. Terma jamoani ko'rib har bir o'yiniga eng xursand qiladigan albatta shuncha muxlisimiz baribir bordi. O'zbekiston bayrog'i maydonda chiqqani bu o'zi katta baxtdi. Bu narsalar albatta bizni faxrlatdi, g'ururlantirdik. Albatta o'zimiz ham o'sha yerda bo'lishimiz mumkin-da, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar har doim O'zbekiston qalbimizda, har doim yaxshilik tilaymiz va ishonamanki O'zbekiston bundan ham yaxshi ishtirok qilish ehtimoli bor edi va futbolchilarni imkoniyati ham darajasi ham yetarli bo'lardi. Albatta birinchi jahon chempionati o'ziga yarasha hayajon, bular balkim qanaqadir rol o'ynagandir, lekin futbolchilarimizni potensialini har tarafdan bilganim uchun menimcha bu o'yinlarda to'g'ri yaxshi qiyin guruh tushdi, yaxshi jamoalar tushdi, lekin unga qaramasdan albatta ko'proq narsa qilish ehtimolimiz bor edi, ko'rsatdi ham o'yinlar. Lekin nima bo'lganda ham eng asosiy o'sha yerda bo'ldik, birinchi marta tajriba to'pladik, havosini oldik, futbolchilar ham albatta muxlislarimiz ham, chunki o'yindan oldin, o'yindan keyin o'sha atmosfera baribir internetda kuzatardik, qanchalik bayramdek o'tayotgan bizni bayrog'imiz, bizni muxlislarimiz o'sha yerda osh tarqatishdi, nimalardir, mana shunaqa narsalar albatta bu yoqimli narsa. Bayrog'imizni har tarafdan o'sha yerda ko'rish. Shuning uchun nasib endi keyingi jahon chempionatlarida albatta ishonaman O'zbekiston yana ham yaxshi o'ynab, yana ham muxlislarimizni xursand qilishadi. Yaqinda shu necha kun avval eshitdim, shu Navbahor stadioni haqida, shu deyarli tayyor holatga keltirildi, shaxsiy viloyat hokimi ham borib ko'zdan kechirdi, shu Navbahor qachon qaytishni rejalashtiryapti o'z uyida qabul? Yo'q, o'zi bu o'yin ham o'zi uyida bo'lishi kerak edi, o'sha tayyor bo'lmagani uchun o'sha maydonga qarayotgan yangi maydon bilasizlar, gibridni maydon qilishdi, o'shanga iltimos qilishdi, ozgina yana vaqt kerak, tayyorbash degan narsadan keyin shu yerda o'ynaydigan bo'ldik. Endi hozir qaraymiz, balkim keyingi uchrashuv uyda o'ynaymiz, chunki uyda o'ynash kerak. Chunki baribir bu biz uchun doполнительный kuch bo'ladi. Salomat bo'linglar, matbuot anjumaniga yakun yasaymiz.